Abu Zar radiyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Albatta, sizlar Allohning tarafından tushgan Qur'oni Karimdan ortiqroq boshqa narsa bilan Alloh taologa qayta olmaysizlar jana, yaqin bo'la olmaysizlar. Bu ma'ni ko'ptagan boshqa rivoyatlar bilan bekindirilgan. Alloh taoloning ostida Alloh taologa Qur'ondan ortiq boshqa narsa bilan hech kim yaqin bo'la olmaydi. Imom Ahmad bin Hanbal rahmatullohi alayhi aytgan: Men Alloh taoloni tushimda ko'rib so'radim. Saga yaqin qila turgan narsalardan eng yaxshisi emne? Alloh taolo aytdi: Ey Ahmad, mening so'zim. Men so'radim: Tushunibmi je tushunbasdanmi? Alloh taolo aytdi: Tushunib da, tushunbasdan da ikkovi teng maga yaqinlatganga sabab. Uşul hadisin tushundirmasida Qur'on o'quv Alloh taologa yaqinlashuu uchun eng yaxshi yo'l ekanligini Mavlana Shah Abdul Aziz Dahlavi rahmatullohi alayhi o'zining tafsirida aytgan. Ma'nisi tumandagiday: Alloh taologa yaqinlashuu bu ihson darajasi. Ihson degani Alloh taolo ko'rib bilib turadi degan ishonimga yetuning oti. Ağa yetuning 3 yo'li bor. Birinchi, tasavvur. Ana shariatda o'y yugurtuvjana, o'ylov deb aytiladi. Al emas sufilar murakaba deb atashadi. Ikkinchi, til bilan zikr qiluv. Uchinchi, Qur'on o'quv. Jo'g'orda birinchi aytilgan yo'lda yurakdan zikr qiluv bo'lib hisoblanadi. O'shundoqdan ikkala yo'l bor. Birinchisi yurakdan zikr qiluvchi, til bilan zikr qiluv. Ikkinchisi Qur'on o'quv. Qaysil söz Alloh taologa tandiq bo'lsa, o'shoni qayra qaytalov kerakchina, al zikrning negizi bo'lib hisoblanadi. Zikr qiluv Alloh taologa ko'ngil buruvning jana, o'ydi bir yerga to'ptowning kuchashine sababchi bo'ladi. O'shunday uchurda Alloh taolo oldinda turganday sezila boshlaydi. O'shunday sezimdan doimo bo'lusi ma'iyat, birga bo'luv deb ataladi. Bu to'g'risida hadisda aytilgan. Alloh taolo aytgan: Bendem nafil ibodat menen maga yaqinday turgan bo'lsa, men de аны yaxshi ko'ramda. Men ağa quloq bo'laman, аны menen alug'at, ko'z bo'laman, аны menen al ko'rat, qo'l bo'laman, аны menen qarmaydi, but bo'laman, аны menen basat. Mundaycha aytganda pende ibodatni ko'p qiluv menen Alloh taologa yaqin bo'ladi. Alloh taolo aning denesini saqlaydi. Quloq, ko'z jana boshqa bari Alloh taoloning qalosuna g'ana bashiyat. Hadisda ko'p nafil ibodat menen deb aytganning sababi farz ibodatlar chektilgan. Ani ko'paytuga bo'lmaydi. Jana jo'g'orda aytilganday, al uchun ko'rib jana bilib turadi degan sezimdan doimo bo'lusi zarur. Biroq bul yaqinlashuvning yo'li bir g'ana, iyiq jana ulug' Alloh taologa yaqinlashuv uchun. Eğer kimdir biri boshqa biriga yaqinlashuv uchun aning atini aytib zikr qila turgan bo'lsa, bu mumkin emas. Sababi o'shunday yo'l bilan kimga yaqin bo'lg'usi kelsa, al kishida ikki narsaning bo'lishi zarur. Birinchidan, o'shol zikr qilinib yotgan kishi, zikr qilgan kishining yurak bilan estovsin jana, til bilan estovsin. Qala bersa har qaysil tilda, har vaqtda qilganin to'liq bilisi kerak. Ikkinchidan, zikr qilgan odamning ko'zlagan kishisi ağa ochiq bo'luv jana, o'shol qancha qalaganchalik barin beruga qudrati yetishida zarur. Bu narsani ulamolar o'rtasida dunu jana, tadalli nuzul, boshqacha aytganda yaqinlashuu jana tushiruv deb aytishadi. Ushul aytilgan ikki sifat Alloh taologa g'ana tandiq. O'shundoqdan jo'g'orda aytilgan yaqinlashuvning nuqmasi Alloh taolo menen g'ana bo'ladi. Ushuni bekim deb hadisi qudsida aytilgan. Kimde kim maga qarab bir qarish yaqindasa, men ağa bir chiqanoq yaqindayım. Kimde kim maga bir chiqanoq yaqindasa, men ağa bir quloq yaqindayım. Kimde kim maga qaray basa turgan bo'lsa, men ani ko'zday churqayım. Mundağı adamның qiymal hareketini salıştırıuning bardығы tushundiruv uchun g'ana. Sebebi Alloh taolo basudan jana jurudun tazazat. Bol degeni Alloh taoloning alarga bo'lgan mehrimdiligi jana ko'ngil burusi. Ani estigenlerin talaunan da jana hareketinin da basımdoluk qilarin tushundiradi. Emne uchun anday bo'lboshi kerak. Bul bereshenlerden bereshendüsüne gana tanıdık. Estevçi taraftan Alloh taolani estev daima bo'la turgan bo'lsa, anda Alloh taraftan ko'ngil buruv jana ani mehrimdiligi üzgültüksiz tushib turadi. Oshanda ile Qur'on to'liq menen Alloh taolani estev bo'lib hisoblanadi. Andağı har bir ayat Allah'ni estevesdan jana ağa ko'ngil burbasdan bo'lmaydi. Oshundoqdan jo'g'orda aytilgan so'zlarning bardығы Qur'onga tandiq. Biroq yaqinlashuvga sebep bo'lgandagi bir o'zgachalığı bor. Al har bir so'z ichinde al so'zda aytgan odamning sifati jana ta'siri bo'ladi. Günahkorning buzuq qirlarda o'qigandigidan aning o'zincha ta'sir beruvsi. Al emi Allohdan qo'rqgan danishman odamlarning irlarında aning o'zincha ta'sir
таасир берүүсү бул айдан ачык эле нерселер. Ошол себептен логика жана философия менен өтө эле көп алек болгондуктан өзүн көтөрүү жана менменсингендик пайда болот. Ал эми хадистерди көп окугандан өзүн төмөн алуу жана жөнөкөйлүк пайда болот. Ошондой эле фарси, англис тил жагынан караганда экөө бирдей эле. Бирок ошол китептер окутулуп, жазуучулардын көз карашынын таасирлери башка болгондуктан анын натыйжасы да башка болуп чыгат. Ошондуктан Алла Тааланын сөзүн кайра окууда сөзсүз түрдө ага жакындоо пайда болот. Ар бир жазуучу анда тартип ушундай. Эгер кайсыл жазуучунун китебин көп окуй турган болсо, ошол жазуучуну жакшы көрөт жана ага карап тартылат. Ошондуктан Алла Тааланын сөзүн көп окуганда, Алла Таала да ага көп көңүл буруусу сөзсүз түрдө болот жана бул Алла Таалага жакындоого себеп. Берешен эгебиз бул мээримдүүлүгүн мага да сиздерге да насип этсин. Амин. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.